Oy 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 oy. Aka bu baliqlar tushishi oy 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 oy. Baliqlar tushishi uchun nima qilish kerak aka? Baliqlar tutish uchun 50 ming pul to'lab kirish kerak. Ertalab 8 dan kechqurungi 5 gacha. Bitta qarmoqqa 50 ming, ikkita qarmoq bo'lsa 100 ming so'm to'lab kiriladi. Mana shunda xohlagancha baliq ushlaydi, o'ziniki bo'ladi. Baliq oviga qiziqasizmi? Bu video aynan siz uchun. Jomboy tumani Nayman qishlog'i O'ray mahallasida mana shunaqa Anhor baliqxonasi tomonidan 3 kilometrlik hovuzimizga har hafta 1 tonnadan 3 tonnagacha baliq to'ldiriladi. Baliqlarimizning kilogrammi 1 kilogramdan 4 kilogramgacha. Bu yerdagi atmosferani ko'rishingiz mumkin. Yaqininglar bilan kelib bemalol dam oladigan joyi. 50 ming so'm to'lov qilasiz, baliq oviga kirasiz. Ushlagan balig'ingiz 1 kilodan 100 kilogacha bo'lmaydimi? Sizniki. Bor yo'g'i 50 ming so'm to'lov qilasiz, kirasiz. Bu yerdagi baliqlarimizni kilogrammi Anhor baliq tomonidan har doim nazoratda bo'ladi. Garantiya berishadiki, mana shu baliqxonamizda kamida 500 kilo baliq doimiy bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha telefon nomer qoldiraman pastida. Biz nomimizdan chiqib bemalol lokatsiyalarini olsanglar bo'laveradi. Arzondan arzon kanalni kuzatishda davom eting.